Cherry Tiggo 2026 suv bozorda o'zining nafis dizayni va yuqori darajadagi texnologik imkoniyatlari bilan ajralib turadigan avtomobil bo'lib, har bir haydovchi uchun qulay va ishonchli variant hisoblanadi. Bu suv tashqi ko'rinishda zamonaviy chiziqlar, keng radiator panjarasi va LED faralar bilan ta'minlangan bo'lib, yo'lga chiqishda katta e'tibor qaratadi. Uning o'lchamlari oilaviy sayohatlar va kundalik foydalanish uchun juda mos bo'lib, ichki makonda yetarlicha joy va komfort mavjud. Keng salon haydovchi va yo'lovchilarga maksimal darajada qulaylik beradi. O'rindiqlar yuqori sifatli materiallardan tayyorlangan bo'lib, uzoq safarlar davomida ham darhol charchoqni kamaytiradi. Cherry Tiggo 9 multimedia tizimi sensorli ekran orqali boshqariladi va Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto funksiyalarini qo'llab-quvvatlaydi. Bu esa sizga sevimli musiqangizni tinglash va smartfon ilovalarini xavfsiz qo'llash imkonini beradi. Shuningdek, sportlar orqali qurilmalarni zaryadlash juda qulay va iqlim nazorati tizimi haroratni istalgan darajada ushlab turadi. Bu suv ichida har bir yo'lovchi o'zini juda qulay va farovon his qiladi. Haydovchi paneli intuitiv joylashtirilgan bo'lib, barcha boshqaruv elementlari qulay tutashgan. 2026 Tiggo 9 dvigateli samarali ishlashga mo'ljallangan bo'lib, u past yoqilg'i sarfi bilan birga kuchli tezlanish va silliq tezlik almashinishni ta'minlaydi. Avtomatik uzatma qutisi shahar tirbandliklarida ham silliq va moslashuvchan boshqaruvni beradi. Audi barcha gildirak boshqaruvi tizimi turli yo'l sharoitlarida yuqori darajada barqarorlik va yopishqoqlikni ta'minlaydi. Bu esa haydovchini har doim ishonch bilan boshqarishga undaydi. Suspenziya tizimi yo'l notekisliklarini yutib yo'l bo'ylab farovonlikni oshiradi. Salon ichidagi shovqinni sezilarli darajada kamaytiradi va yo'l bo'ylab har bir safarni yanada yoqimli qiladi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan Cherry Tiggo 9 ko'plab ilg'or tizimlar bilan jihozlangan bo'lib, ABS barqarorlik nazorati, old va yon havo yostiqlari, shu jumladan parkovka sensorlari va orqa kamera tor joylarda to'xtashni osonlashtiradi. Bu xavfsizlik elementlari haydovchiga yo'l harakati sharoitida qo'shimcha yordam beradi va ishonchni oshiradi. Bagaj bo'limi katta bo'lib, kundalik xaridlar yoki dam olish uchun kerakli buyumlarni bemalol sigdira oladi. Orqa o'rindiqlarni buklash orqali yuk joyini kengaytirish mumkin. Videoni tomosha qilayotganda barcha funksiyalarni diqqat bilan kuzating va avtomobilning afzalliklarini bilib oling. Agar siz hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, Tarmax kanaliga obuna bo'lishni unutmang, chunki bu yerda sizni avtomobillar haqida dolzarb va foydali ma'lumotlar kutmoqda. Izohlarda fikrlaringizni qoldiring va qaysi model haqida keyingi videoni ko'rmoqchi ekanligingizni yozing. Cherry Tiggo 9 sizning hayotingizni qulay va maroqli qiladi.